Qani bitta salom beringchi. Salomatsiz be enek, qandaysiz? Salomat, ko'p yashang. Oyijon, endi mana bu oq ro'molni boshiga o'rab qo'yishingiz kerak. Voy, nega o'g'lim? Chunki bularda jo'g'uk saluq degan urf-odati bor ekan. Boshiga bu oq ro'mol o'rab qo'yganingizdan keyin qirg'iz kelinlar bu ro'molni umrini oxirigacha saqlab yurishar ekan. Bu qaynonasiga va oilasiga katta hurmat belgisi ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Enek, men sizga beshbarmoqning qimiz pishirib qo'ydim. Жақсы tamoqtar. Rahmat qizim. Qani o'g'lim ochi. Yaxshi ekan. Qo'llari shirin ekan. Enek. Erkek. Voy, o'g'lim, seni erka deyaptimi? Yo'q, bularda qirg'izlarda shunaqa udum bor ekan. Ismlar ham chaqirishmas ekan. Mana sizni enek deyapti, mana erkak deyapti. Ha, shunaqa. Oling. Ichib ko'raylik-chi, qimizdan. Voy,